Bismillahirrahmanirrahim. Dünya Şarkı Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşuş yığını. Allah Teala şundaq deydi. İnnemel mu'minune ihva. Şübhisiz ki mu'minler qeyrindaşdır. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın argamçısığı məhkəm esilənlər, ayrılmanlar. Mana bu ulug'var nişanını özüge şuar qılğan, Şarkı Türkistan davasıga nisbeten qeyrindaşlıqның və birli nişan ətrafıga uyuşның ne kadar muhimliğini çonqur his qilib yetken cemiyetimiz, hammadan ilgari milletimizning yüzligen yıllardan beri yo'qitib qo'ygan yoki madaniyat hovuzida allaqandaqdir xarabiylik va chang to'zonlar ostida ko'milib qolgan qeyrindoshlikdan iborat bu isil angushtirini qaytadan tepib chiqish uchun ta'xirsiz jiddiy xizmatlarning ishlanishi kerakligini atrofliq o'ylashib chiqdi. Bunun üçün dünyanın her qaysı joylaridagi o'xshash bo'lmagan fikir ve yollarda ketayotgan ilg'or yoshlarimizni, faoliyatchilarimizni, ziyoli ve akademiklarimizni bir yerga jam qilish, yüzma-yüz o'ltirib, millatning kelgusi haqida ilmiy muhokama va munozirlarni elib berish orqali o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yish, o'zaro fikr almashtirish, eng muhimi oyatda deyilganidek birli tana ve birli nişan etrafıga uyuşmasak bo'lmaydiganligini, cümleden iman ve itiqat yükseklikideki o'zaro qeyrindoshligimizni qaytadan barpo qilmay bo'lmaydiganligini his qildirishga to'g'ri keladi. Şarkı Türkistan Maarif ve Hamkorlik Cemiyetimiz intayin ciddi ama chin samimiyat bilan o'tkazgan qanchiligan qitimliq kengash ve muzokaralar natijasida ahiri Dünya Şarkı Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu nomi ostida xalqaroliq uçuruşuş munbiri ta'sis qilishni qaror qildi. Millatimizning munozara saviyasi to'van. Keyin bu ish urush jadal munbiriga aylanib qolmasin deb andishlanguchilarmi bo'ldi. Ammo biz yo'q, millatimizning odamgarchiligiga va to'mirlaridagi islomiy axloq fazilat javharlariga ishonamiz dedik. Rastilla kutgunimizdanmi yuqori saviyalik munozirlar ro'yobga chiqdi. Jamiyatga ochiqi bo'lgan va qasdan jamoatchilik oldida tanqid qilib, e'tiborini yerga urishga tirishadiganlarga fursat bo'lib berdi deguchilarmi bo'ldi. Ammo biz tanqidga har doim ochiq bo'lishimiz lozim. O'zaro qeyrindoshligimiz uchun va qeyrindishimizning kichikkina ko'ngli uchun xuddi Abu Zar radhiyallohu anhuga o'xshash beshimizni oyoqlari ostida dastashga tutib berishga rozi dedik. Kelgan tanqid va taklif fikrlarni qimmatlik angushtardek mahkam bag'rimizga besib, uni keyingi yo'llarimiz uchun chiroq qildik. Shuningdek, buncha ko'p chiqim qilishga arzimdi deguchilarmi bo'ldi. Ammo biz millatimizning qeyrindoshligi, o'zaro kuyum shafqati, bo'libmi bir-birini yaqindan to'nib, yaqindan tushunishi ishga oshirganlar bo'lsa, butun imkoniyatlarimizni safarbar qilishga rozimiz dedik. Deganimizdek, natijalarning bex urayotganligini hammaylar o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Yalğız milletimizning ilg'or shaxslarla emas, balki har qaysi millat va davlatlardan chet ellik ulgulik shaxslarni, aktiv faoliyatchilar, olim va mutaxassislarni taklif qilib, o'zaro tushunish, fikr tajriba almashtirish va yaqindan tanishish orqali qeyrindoshligimizni xalqaralashtirishga tirishdik. Aradan uzun o'tmay Şarkı Türkistan davoyimizning xalqaro tunilishida
Bulupmu İslam dünyasidagi ta'siri kuchli partiya va jamiyatlarning diqqatini tortishda sal chog'lig'ili bo'lmog'idek unumli natijalarning maydonga chiqayotganligini ko'rishga boshladik. Buning bilan Sharq Turkiston tashkilotlari o'ttirisidagi bir-birini ayiblash to'lqini tuvallab, tashkilotlar aro hamkorliklarning o'rnatilganligiga va o'rtaq faoliyatlarning elib berilganligiga hammamiz birlikda shahid bo'ldik. Lentalarni kesdik, ichilish murosimlariga qatnashdik. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatimizning tashkillashi va Turkiyadagi bir qancha o'nlagan nufuzliq yerlik tashkilotlarning yaqindan qo'llab-quvvatlash natijasida intayin sap, xolis niyat va bir haftalik plan bilan 2009-yili 5-iyulda birinchi navbatdagi dog'dug'iliq boshlangan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'ini afsuski shu kuni Urumchida yuz bergan qatliam sababidan davomlasholmadi. Gerçi tunji qitimli qarindoshlik uchrashishimiz aslidagi plan bo'yicha bir hafta davomlasholmagan bo'lsa-mu, biroq 5-iyul qatliami bilan o'xshash kunda boshlanishdek Allohning xosiyatlik o'rinlashtirishi uni unutilmas holga keltirdi. Shuningdek, keyin har yili 7 kunlik dalo suhbati shaklida üzülmey davomlashgan qarindoshlik uchrashishimiz mana hozir 10-yiliga qadam qo'ydi. 2 va 3-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishida intayin muhim qarorlar ma'qullandi. Qarindoshlikni shaxslar o'ttirisidagi xususiy qarindoshlikdan hal qilgan, xalqaro tashkilotlar aro qarindoshlikka aylantirish uchun ta'lim-tarbiyada hamkorlashish, tashviqot va axborot sohasida hamkorlashish, islom da'vati va suhbat yig'inlari chaqirishda hamkorlashish, iqtisodiy hamkorlik va chet ellar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda o'zaro moslashish qatorliq bir qancha o'nlagan qarorlar elindi. Hamda bu qarorlarning amaliy ijro qilinishini nazorat qilish uchun 12 davlatda a'zosi bo'lgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik kengash hay'ati nomida kengash hay'ati va ijroiya komiteti qurildi. Aradan uzun o'tmay bu xolisona tilak va emgaklar meva berib, bir qanchalagan davlatda o'zaro hamkorlik asosida yangi jamiyatlar qurildi. Hamda bu jamiyatlarning jaboliq tirishchanliklari bilan kelgusi avlodlar uchun ona til yaslilari va Qur'on kurslari ochildi. 4, 5 va 6 navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishida bo'lsa, muhokama qilinadigan temalarning texmi muhim, texmi unumli bo'lishiga qattiq ahamiyat berildi. Keng Uyg'ur ziyolilarimiz va bilim odamlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan Sharq Turkiston da'voyimizning kelgusi uchun strategik ahamiyatga ega hal qilg'uchi temalar munozara qilindi. 7 va 8 navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishimi dog'dug'liq o'tkazildi. Bu yig'inlarda xalqaralashgan Sharq Turkiston masalasi va Sharq Turkiston tashkilotlarining strategiyasi va Sharq Turkiston mujodilasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat qatorliq temalar qizg'in munozara qilinib, Sharq Turkiston tashkilotlarining hamkorligini texmi kuchaytirishi nishon uchun o'rtaq harakat qilish lozimligi alohida ta'kidlandi. 9 navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'inining manzarasi bo'lsa, oldingi yillardagi yig'inlarning manzarasiga qaraganda bir oz farqli edi. Chunki bizni bu ulug' da'vo yo'liga yetaklagan, umid va ilhom bergan, jasorat va shijoatlantirgan peshvolarimizdan marhum ustozimiz Abdulhakimxon Mahsum hojim bilan Abduqodir Yapchan hojim yo'q edi. Marhum Abdulhakimxon Mahsum hojim ustozimiz do'stni yig'latib, dushmanni kuldirib, Allohning rahmatiga intiqol qilgan bo'lsa,
Abduqodir Yapjan hojim akamiz azaliy dushmanimiz Xitoylarning har turli hili nayranglari tufayli qamoqqa ilingan edi. Biroq ularning oramizda yo'qligi bizni qilchi bo'shashtirmadi. Aksicha ulardan olgan mash'alni texmi egiz ko'tarib, oldimizga chiqqan har xil to'saq davollarni eshish bizning majburiyatimiz edi. Natija e'tibori bilan bu qitimqi yig'inmi mazkur ustozlarimizning yo'qligini qilchi chandurmasdan texmi ko'rkam, texmi dog'dug'liq o'tdi. Yig'in ishtirokchilarimi oldingi yillarga qaraganda ko'p bo'lib, vatandan yangi chiqqan ahli o'limalar hamda Misrda va boshqa davlatlarda o'qish bitirib kelgan diniy zotlar xili sonni egilaydi. Bu qitimqi yig'inning temasi o'zgarayotgan dunyo vaziyatida Sharq Turkiston mujodilasining strategik yo'l xaritasi bosh mavzu qilingan edi. Bu mavzu asosida nurg'un ahamiyatli temalar ustida jiddiy muhokama va munozirlar elib berildi. Yig'in oxirida ijro qilishga tegishli moddalar o'qib o'tildi. Qisqasi, Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan bizni eng xushal qilgani muzokara qilingan temalar orqali Sharq Turkiston davosining kelgusiga aloqador fikr va qarorlarni doim jamiyat va tashkilot boshliqlari so'zlaydigan, shular o'ttirg'a qo'yib, shular qaror oladigan qaloq an'analarga xotimi berilganligi. Jumladan vatanimizning kelgusiga munosabatlik fikr takliflari bo'lgan, hamma kishi o'z fikrini dodil o'ttirg'a qo'ya oladigan bir munbarning shakllanganligi bo'ldi. Shundaq, bu hammamizga o'rtaq qarindoshlik munbiri bir tarafdan dunyoning har qaysi joylaridagi mutaxassis, ziyoli, o'qimishliq fikri egasi qarindoshlarimizning bir yerga jam bo'lib, o'zaro tunishish va tushunishini ishga oshirgan bo'lsa, yana bir tarafdan kengash hayatimizning alohida maslahat bilan tanlashi va da'vat qilishi natijasida uchrashishimizga qatnashgan chet ellik faoliyatchilar, rahbarlar, olim va ziyolilar bilan tanishib, fikr va tajriba almashtirish hamda shu orqali ziyolilarimizning va fikrlarining chet ellarga to'nilishiga, jumladan Sharq Turkiston davoyimizning dunyo sahnasida muayyan ta'siriga ega bo'lishiga turtkilik rol o'ynadi. Mana bugun dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishining 10-navbatligini o'tkazib turibdimiz. Bu yig'in ishtirokchilari Sharq Turkiston davoyimiz uchun bir chiqish yo'liga vasila bo'lib qolsa ajab emas. Chunki bizning davoyimiz ulug', nishon va g'oyamiz ulug'dir. Biz hamma birlashib, birlikda harakat qilsak, nishon va g'oyamizga birlikda ilgirlasak, dushmanlarimiz har qancha kuchlik, har qancha ko'p, har qancha vahshiy bo'lsa-mu, bizning g'alaba qiladiganligimizga chin yurakdan ishonamiz va buningga iymonimiz komil. Allah Taala o'zaro qarindoshligimizga doimlik muhabbat, shundaqla iymon va e'tiqod yuksakligi ato qilib, Sharq Turkistonimizning mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida har birimizni jini, meli bilan kurash qiladigan mujohidlardan qilsin. Amin.